Oilaviy byudjetni tejashning sirini ochaymi? Komalaxon, reshotkalaringiz umuman chirk bo'lmagan, nima ishlatasiz deydiganlarga bugun ikkinchi sirimni ochaman. Yaqindan ba'zi mana shunaqangi Oxypring multi salfetkalarini ishlataman. Menga eng yoqqan tarafi anti-jir, gubka, salfetka ustidan quruq kerak emas. Shunday o'zini suvga shimib, ko'pirtirib mana shunaqa qilib quruqlar artasiz. Ko'rganingizdek, oynali narsalarda ham umuman o'zidan iz ham qoldirmadi, nalyot ham qoldirmadi. Ovqatlarni qilganingizda hamma joylar dog' bo'lib, chirk bo'lgandan keyin bir qator bemalol artib, mana shunaqa stальной narsalaringizni, gadjetlaringizni ham tozalasangiz bo'ladi. Ustidan faqat quruqda artasiz. Endi gel, gubka, salfetka qilmasdan bemalol idishlaringizni bitta salfetkada yuvishingiz mumkin. Ko'pirtirishi 3-4 martagacha yetadi. Murakkab dog'larni ham ketkazadi. Ko'rgandek choyni izlari, kofening izlari va mana shunaqangi suvdan nalyotlarni yig'ishtiradi. Faqat oshxonani yig'ishtiradi deb o'ylaylaringmi? Yo'q. Oxypring salfetkasi universal bo'lgani uchun hammomda ham ishlataman. Bilasizlarmi, qancha vaqtimni tejaydi, hamma joylarni yaltiratib turadi. Hatto zolotoy smesителlarimi. Unideli kompaniyasi aniq ayollarning duosini oladigan mahsulot chiqaribdi. Ishonasizlarmi? Hatto mana shunaqangi mebellarni ham tozalasa bo'lar ekan. Bu ko'ra bo'lgani uchun doim dog' bo'lardi. Nima qilay, buni tashlab yuboramanmi keyin desangiz, rosa ham charchaganda menga o'xshab podokonilarni artib yuboring.